Tabriklaymiz. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin. Mana alhamdulillah nima deydi janglarni o'tkazib vatanimizga qaytib keldik. Juda ham xursandman. Barchaga rahmat. Shuncha iliq xursandchilik bilan kutib olgani uchun avvalambor. Albatta savolga keladigan bo'lsak, nima deydi? Endi jang haqiga qaytadigan bo'lsak, jang endi ko'pchilik ko'rdi. Albatta oson bo'lmadi. Raqib yaxshi raqib tanlangandi, chunki oxirgi shu eliminator jangi, chempionlik jangidan oldin menga shunday jang bergandi. Endi nima deydi, haligi ringda har xil narsa bo'lishi mumkin. Vachilar ko'rdinglar, birinchi raund o'zidayoq hali raqibni noqulayligi sababli kalla qismidan udar oldim, kutilmaganda. Va shundan keyin qandaydir nima deydi, juda ham noqulay shu kalla zarbalari nima deydi, juda ham ko'p, noqulay bo'ldi. Yo'q, shuning uchun o'zimni tiklab yana nima qilishga shu 4-5 raund ketdi, oxirida Rogoshga chiroyli g'alaba bo'ldi. Bu jang kutilganday bo'ldimi? Albatta biz kutilganday bo'ldi. Endi bu asosiysi shu g'alaba uchun chiqqandik. Biz uchun eng katta oldimizdagi yo'l, maqsad albatta chempion bo'lish. Xudo xolasa jahon chempionligini qo'lga kiritish edi va o'sha yo'lda bu bizga vazifasini bajarib berdi. Bektemir aka, avvalo ko'pchilik kutyapti o'sha Armando Rezinsga qarshi jangingizni. O'sha bo'yicha qandaydir ma'lumotlar berildimi? Albatta, hozir meni jangga birinchi da'vogar bo'lib tasdiqlandim. Hozir mana o'sha keyingi oy o'sha Rezentes Charlo degan bokschi bilan tushadi. Shu bir oydan keyin bo'lib o'tadi u jang. Mana o'sha ikkala jangda shu ikkala raqibdan qaysi biri yutgani bilan men majburiy keyingi jangim xudo xohlasa chempionlik bo'ladigan bo'lib tasdiqlandi. Shu yil hisobida kuzgacha xudo xohlasa. Sizni vazningiz endi eng nomdor bokschilardan bittasi Canelo. Albatta. U bilan ham qandaydir jang o'tkazishni albatta u planlar bor. Xudo xohlasa endi chempion bo'lganimizdan keyin albatta inshaalloh hadeda kamarimizni himoya qilamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kim chiqsa hadeda harakat qilamiz. Bayrog'imiz vatanimizda sha'nini himoya qilish uchun ringda ayash yo'q. Faqat ko'pchilik o'sha sizni pechin zarbalaringiz bilan tanigan va o'sha ganalik bokschiga qarshi jangda ham ko'pchilik ertaroq nokaut kutganlar ham bo'ldi. Umumiy raqib haqida nima deysiz? Endi nima dedi, to'g'ri raqib ham yaxshi raqib tanlanganda, boya aytib o'tdim. Nima fizik tarafdan ham yaxshi, baquvvat, kuchli edi. Muxlislaringizni ozgina cho'chitdi bizni. Ringda nima deydi, har xil vaziyatlar bo'ladi, kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. Menda mana shu jangda shunday bo'ldi. Birinchi raundda nima deydi, raqibini bilmadim, qandaydir har doim shundan to'g'ri kelib qolaveradi. Bizga bilmadim, kallachilar shu kallasi tegdi. Shunda o'zimizda rejalarimiz ozgina o'zgarib ketdi. Vaziyatda o'zimizda ringdan oldingi planimiz, taktikamiz ozgina shu kutilmagan kalla natijasida ozgina nima bo'ldi, o'zimda ham noqulaylikni his qildim. Shuning uchun shoshilmasdan o'zimni tiklab olib, risk olmasdan sekin jangda raundlarni sal ko'proq bo'lsa ham chiroyli g'alabaga erishishga keyin harakat qilib, oxirida asosiysi Bektemir vaziyatga qarab nokautga uchratdi sizda. Albatta, chunki o'zi boshida nima deydi, rejada yo'q. Oxirroq nokaut qilish nimasi bor edi. Bu yerda endi o'zingiz bilasiz, planlar, rejalar o'zgarib ketib qoldi. Oxirida eng asosiysi g'alaba sizniki bo'ldi. Albatta. Bugungi kun uchun kimlardan minnatdorsiz? Endi nima deydi, albatta bugungi kun uchun birinchi o'rinda mana ikkita oldimda otam, onam turibdi. Albatta bularga nima deydi, har bir kunim uchun rahmat aytaman. Baxtimga har doim sog' bo'lsin.
butun o'zbek xalqi yurtboshimiz shuncha sharoitlar yaratib beryapti biz sportchilarga. Mana shunday chet ellarda bayroqlarimizni ko'tarib yuribmiz. Mudofaa vazirligiga alohida minnatdorligimizni bildiramiz. Har doim kech demay chiqib kutib olishadi. Albatta, nima deydi, xursandmiz. Vatanimiz bayrog'ini har doim baland ko'tarishga harakat qilamiz. Vatanimiz sha'nini nima deydi, bir gap bilan aytganda O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Rahmat. Avvalgi janglaringizda ko'proq qo'llaringizni ko'tarib jang qilardingiz. Bu gal qo'llaringizni tushirib jang qildingiz. Bu trenerlar tomonidan aytilgan yo'llanma. Bu aytib o'tdim-ku, o'sha ozgina o'zimni noqulaylik ham his qildim. O'sha kalla zarbasidan keyin ozgina moslashyapti. bu saytda nima qilib ko'proq haligi qattiq zapish o'ynaydi emas, ko'proq o'ynab boksga tushish taktikasini bunday qo'lladi. Oyoqda ko'proq sezgan bo'lsangiz, qo'llar tushirib yengil o'zimga juda tekkizmaslikka harakat qilib shunday jang. Ikki og'iz muxlislaringizga ham Agar keyingi jangi chempionlik jangini kutasizmi yoki orada yana Yo'q, reytingli jang albatta qilishingiz keyingisi o'sha chempionskiy jang, Xudo xohlasa. O'sha 4 o'tkazdim, qachongacha kutamiz. Inshaalloh. Jangni oldindan tugatish rejangiz bormidi yo Bor edi. Bor edi, oldindan Bor tugatish. edi. Bugunning eng baxtli ota-onasidan intervyu olaylik. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum o'zbek xalqiga. Nima deydi o'zi? Farzandimizni yutug'i butun O'zbekistonni yutug'i deb o'ylayman. Albatta yurtboshimizga, mana Mudofaa vazirligiga oilamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Har qanday sharoitlarni qilib berishyapti. Mana nima deydi, bir prezidentimiz ta'bir bilan aytganda hamma narsa yoshlar uchun. Bu mustaqil O'zbekistonimizda yoshlar uchun hamma sharoitlar bor. Faqat foydalanish kerak unumli. Hammaga omad, rahmat ham. Sizchi onajon? Har doim siz ko'rib kelasizda jangni. Boshqa onalardan farqli ravishda. O'g'lingizni yuzini ko'rib deng. Hozir gaplashib turgandik. Butun O'zbekistonimizga, meni o'g'limda, men qatori onalar, otalar, aka-ukalar, opa-singillar hammasi qo'llab-quvvatlab duo qilib turishdi. Hammalariga minnatdorchilik bildiraman. Duolari uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ro'za-i Ramazon kunlarida hammalari charchamay ro'zalarda tutib olsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz tinch, yaxshi bo'lsin. Omadini bersin. Mana shu kollektiv mudofaa vazirliklariga ham rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma rahbarlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan keyin ham lekin Mirjonni g'alabalari bardavom bo'lsin. Hamma ish bo'lsin. Men shu yurtimizga, O'zbekistonimizga tinchlik bo'lishini, bolalarimizni shunday g'alabalar bilan kelganda kutib olishini juda ham xohlayman. Bardavom bo'lsin deyman. Hamma sog' bo'lsin. Ism Sulaymon Navro'za. Sizniki? Ism familiya?